Bilarmidingiz, nega mushugingiz aynan ertalab o'ta mehribon va yoqimli bo'lib qoladi? Sababi sizni hayron qoldiradi. Ko'pchilik mushuk shu yo'l bilan ovqat so'raydi deb o'ylaydi. Aslida u siz haqingizda qayg'uradi. Mushuklar tabiatan bir kunda o'rtacha 12-16 soat uxlaydi. Lekin ularning uyqusi hushyor bo'ladi. Sizning uzoq va qattiq uxlashingiz uni xavotirga soladi. Shu sabab ular tun bo'yi sizni kuzatadi, himoya va nazorat qiladi. Ertalab mushuk siz bilan hammasi joyida ekanidan xursand bo'lib, sizga ishqalanadi va e'tibor so'raydi. Ertalabki mehr bu uning sog'inganini va xavotirlanganini ko'rsatish usulidir. Mushuklar egalarini o'zining eng yaqini deb biladi va siz ularga parvarish qilish orqali g'amxo'rlik qilganingizday, u ham siz haqingizda g'amxo'rlik qiladi. Agar hayotingizni har kuni 1% ga yaxshilamoqchi bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'ling.